Bugun O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi senatori tumanlarga tashriflari doirasida Toshkent transport texnikumiga yoshlar bilan uchrashuvga keldilar va ular bilan suhbat uyushtirildi. Suhbat jarayonida yoshlarimizni bugungi kunda ta'lim olish jarayonidagi yo'lga to'siq bo'layotgan masalalar, ish bilan ta'minlash masalalari va ta'limni keyingi bosqichlarda davom ettirish imkoniyatlari, xorijiy ta'lim bilan qo'shma dasturlarni amalga oshirish masalalarida fikr mulohazalarini amalga oshirishdi. Bu borada o'quvchilarimiz o'zlari qiziqtirgan savollarni ham berishdi albatta. Endi asosan hozirgi yoshlarni qiziqtirayotgani bu kompyuter texnologiyalarida, xorijiy tillarni o'rganishda va xorijga chiqib mehnat qilish masalalari va O'zbekistondagi bugungi kunda katta daromad topish yo'nalishlari bo'yicha savollarni berishdi va o'ylaymanki to'liq bunga javoblarni olishdi. Senatorimiz tomonidan Toshkent davlat transport universiteti tomonidan mana tashrif buyurgan mahalliy kengashda deputatlar ham kelishdi. Ular ham o'zlarini shu universitetdagi imkoniyatlarini yoshlarga tanishtirishdi va ta'limni keyingi bosqichda qanday qilib davom ettirish mumkinligi, o'qish jarayonida nimalarga e'tibor qaratishligi, baholar masalasida, kreditlar masalasida qaysi me'yorlargacha chiqib borish kerakligini hammalarini tushuntirib berishdi.